Abduqodir Husanovga fanatlar qanday laqab berishdi? Assalomu alaykum futbol ishqibozlari. Sizlar bilan yangi Top Liga kanali. Bugungi dasturimizda Manchester City muxlislari Abduqodir Husanov haqida nimalar demoqda? Bugun shu haqida batafsil gaplashamiz. Shunday ekan, videoni oxirigacha tomosha qiling va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Joriy yilning 20-yanvar kuni Lansdan Angliyaga ko'chib kelgan Abduqodir Husanov Manchester City'ning fevral oyidagi eng yaxshi futbolchi sovrini bilan taqdirlandi. Klub rasmiy saytida o'tkazilgan so'rovnomada 21 yoshli legionerimiz Manchester City tarixida rekord darajada ko'p ovoz to'plab, Erling Haaland va Joshua Gvardiolni ortda qoldirdi. Manchesterlik futbol fanatlari klubning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Husanovning ilk individual sovrini bilan tabriklab, hamyurtimiz haqida o'z fikr-mulohazalarini bildirmoqda. Kanalimiz o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga ijtimoiy tarmoqlarda Abduqodir Husanov haqida bo'layotgan muhokamalarni havola etadi. Thankfulness. Husanov oy futbolchisi bo'lgani bilan tabriklayman. Abduqodir xuddi shunday o'ynashda davom et. Jumpes Stambili. Husanovga Maldivdagi muxlislar nomidan salom va tabrik yo'llaymiz. Biz seni yaxshi ko'ramiz. Erik Jensen. Husanov jamoaga aynan kerakli o'yinchi ekan. Tabriklayman. Shedrik Muntari. Husanov haqli g'alaba bilan tabriklayman. Unga ovoz bergan edim. Elisha. Husanovga New Yorkdan salom. Chidede Mikhail. Xuddi shunday mehnat qilishda davom et. Sen barcha davrlarning eng zo'r himoyachisi bo'lishga loyiqsan. Mubarak Maye. Husanov zo'r himoyachi ekan. Munosib g'alaba. Asosiysi maqsadga yetish. Titus Ojono. Husanov fantastik himoyachi ekan. Kvanele Mutombi. Yangi yulduz. Moa Nemera. Husanov mehnat qilishdan to'xtama. Hozir klubimizga eng zo'ri sensan. Abubakar Abba Abdullahi. Ovozim to'g'ri yetib boribdi. Husanovni tabriklayman. Mazavaki Motsa. Bu sovrin Husanovni o'ziga bo'lgan ishonchini yanada oshiradi. Tonita. Men shu futbolchini juda yaxshi ko'raman. U kuchli, tezkor, yakka kurashlarda yengilmas, harakatchan, kerakli vaqtda kerakli joyda paydo bo'ladi. Marka Place. Abduqodirni Afrikadan tabriklaymiz. Kohvi Medics. Husanovni Realga qarshi birinchi uchrashuvda ham o'ynatish kerak edi. Max Mukfonsi. Husanovni sovrin yutgani omad emas. Abduqodir bunga mehnati bilan erishdi. U o'zbek arsloni. Blueface. Keldi, ko'rdi, tojni kiydi. Husanovga moslashish vaqti kerak bo'lmaydi. Bu birinchi oydayoq ilk sovringa ega bo'ldi. Bu nomni unutmang. Lorene Capondo. Tabriklayman. Sen buyuk himoyachi bo'lasan. Vizmayki. Husanov mehnat qilishda to'xtamasang, barcha zamonlarning eng zo'r himoyachisi bo'lasan. Qadrli futbol muxlislari, siz bu borada qanday fikrdasiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.